Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Golang Go dasturlash tilida bir kichik programmacha qildim. O'shani tahlilini ko'rib o'rganib chiqamiz. Xo'p. Ya'ni bu programma qanday bo'ladi desak, bu OpenWeather, ya'ni ob-havo API orqali shaharlarni ob-havolarini bizga responsda qaytarib beradigan bir dasturcha bo'ldi. Va asosan o'sha terminal orqali buni ishlatib ko'ramiz. Visual Studio'ning o'zining terminalidan foydalanamiz. Xo'p. Dastlab proyektimizning men kodlarini barchasini tayyorlab olganman. Shularni birinchi tahlil qilib, kodlar bilan tanishib, qayerda nima ishlatilgan barchasini ko'rib chiqsak. Xo'p, bizda dastlab main funksiyamiz o'qiladi. Ya'ni main go'da main funksiyamiz orqali biz dasturimiz qayerda nima bor, ya'ni main tugasa dastur tugaydi. Mainda nima bo'lsa, o'sha dasturda ishlaydi. Xo'p. Men buni ikki qismga ajratdim. Ya'ni ob-havoni topish uchun menda shaharlar bo'lish kerak va ob-havo hisoblanadigan, ya'ni ob-havoni tortadigan alohida bitta joyga olib o'tdim. Ya'ni bir tomonlama qaraganda clean arxitektura, ya'ni alohida joylarda yashaydi. Xo'p. Kodimiz bilan tanishamiz. Bu yerda city.go faylimiz ichida cityning o'zini structi bo'ladi va har bitta cityni lane va let joylashuv, ya'ni koordinatalari bo'ladi. U cityning nomi va u qanday nom bilan yuritiladi. Masalan, Toshkent bo'lishi mumkin. Xo'p. Bir boshdan keladigan bo'lsak, biz main go'da dastlabval bizga qaysi shaharlar yoki nechta shahar kerak bo'lishini barchasini terminal orqali qabul qilib olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda terminal orqali qabul qilinadigan qilib tuzilgan. Boshida o'zim statik qo'lda berdim, ya'ni Toshkent yoki biror bir shaharni arrayda berib qo'yib, o'sha shaharlarnigina faqat mainga ram berganda ishlaydi. Keyin buni o'sha terminalga bog'ladim. Hop, kodni o'qiydigan bo'lsak, dastlab bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Go strict type, ya'ni har bitta narsa qanday type'da bo'lishini belgilab ketadi. Ya'ni yaratilayotgan o'zgaruvchimiz, masalan, city count bizda integer, ya'ni son bo'lishi kerak. Buni count'i son bo'lishi kerak. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerda? Biz hozir main go'ga ram berganimizda bizda fmt print orqali nechta shahar kiritmoqchiligimizni tekst chiqadi. Hozir amalda ko'radigan bo'lsak, go run main go. Nechta shahar qidirmoqchisiz? Mana bu chiqdi. Endi fmt scan ishlatganmiz. Bu nima qiladi deydigan bo'lsak, bu kiritgan sonimizda hozir mana bu yerga biz son kiritishimiz kerak. Chunki nechta shahar kiritishimizni belgilashimiz kerak, ya'ni son bilan. Mana shu joyda kiritgan sonimizni yoki umuman olganda kiritgan qiymatimizni ushlab olib turib, uni mana bu city countni biz dastlab integer deb belgiladik, o'zgaruvchi yaratdik va mana bu dasturlashda va ishorasi deb ketaylik. Va ishorasi nima qiladi? Mana buni asl qiymatini update qilib beradi bizga. Masalan, city countni kiritgan qiymatimizga tenglab qo'yadi. Va shu real time ko'rib ketamiz. Masalan, bizga 3 ta shahar kerak. Keyin kiritgan shaharimizni for loop orqali har bittasini, masalan, 3 ta deb belgiladik.
for loopga tashlaymiz. For sikliga. City count bizda hozir 3 ga teng bo'lib turibdi. Endi biz for orqali har bitta shaharning nomini bitta olishimiz kerak. Ya'ni 3 ta shaharni, ya'ni 3 ta shahar qidirmoqchimiz. Har bitta 3 ta shaharni nomini bittalab olishimiz kerak. Uning uchun for siklini city count gacha aylantirishimiz kerak. Forga tushadi. Forda fmt printf orqali har shaharni so'raymiz. Ya'ni birinchi shahar, masalan, birinchi shahar Toshkent, ikkinchisiga Buxoro, uchinchisiga Navoiyimiz. Endi mana bu kiritganimizda har bitta kiritgan nomimizni biz for ichiga yana bitta o'zgaruvchi yaratib qo'yamiz, name deb turib. Va o'sha name'ni kiritgan nomimizni o'sha name'ga tenglab qo'yamiz. Ya'ni o'zgaruvchimiz, name degan yaratgan o'zgaruvchimiz u string bo'ladi type. O'sha o'zgaruvchimizning qiymatini kiritgan shaharlarimizning qiymatiga tenglab qo'yamiz. Va har for aylangan, masalan, hozir bu yerda biz 3 kiritdik. O'sha kiritgan 3imiz birinchi sikl aylanganda 1 bo'lib aylanadi va masalan Toshkent kiritdik. Toshkentni olib turib scan qilganda Toshkent keladi bu yoqqa. Keyin uni name ga tenglab qo'yadi. Va city names degan bir array yaratamiz. Bu nimaga kerak bo'lsa, deydigan bo'lsak, biz jamiki kiritadigan shaharlarimizni bitta joyga yig'ib olishimiz kerak. To'plab olishimiz kerak. Va append orqali mana shu city names arraydan tashkil topgan o'zgaruvchimizni ichidagi ma'lumotlar string bo'lsin deyapmiz. Append orqali uni ichiga ma'lumot qo'shamiz. Bu city names arrayga yig'amiz. Xo'p, endi bizda hozir shaharlar yig'ildi. Toshkent, Buxoro, Navoiy mana shuning ichida bor. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bizda ikkinchi etapga o'tamiz. Ya'ni bizda shahar bor. Endi shaharni koordinatalar kerak bizga. Uning uchun city go ga location degan struct yaratganman. O'sha struct bu nima degani? Struct bu biz ma'lumotlarni, ya'ni turli typedagi ma'lumotlarni bir joyda jamlab turib bitta bir kolleksiya deydi-ku, ya'ni bitta shablon ostida ishlatishimiz uchun yordam beradi. Struct vazifasi shu. Masalan, endi hozir bu yerda barchasi string bo'lib ketgan. Masalan, bu yerda bo'lishi mumkin. Status deymiz. Status string emas, masalan, boolean bo'lishi mumkin. Boolean. Har xil tipdagi ma'lumotlarni bitta shablon ostiga birlashtirish uchun structdan foydalanamiz. Xo'p, bizda shaharlar yig'ildi. Endi u shaharlarga biz shaharlarni bitta shablonga solishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun struct array qabul qiladi. Bu yerda city ni ichiga kiradigan bo'lsak, city structimiz ichida faqat name qiymati bor. U ham bo'lsa array shaklida ma'lumotlar tipi string ga teng bo'lgan. Bizda ham xuddi shunday city names yaratilgan. Bu yerda yana ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, bizda name katta harf bilan yozilgan. Ya'ni katta harf bu public. Ya'ni fayldan tashqari joylarda ham mana buni biz bunga qiymat berishimiz mumkin. Agar mana bu yerda hozir kichkinani qiladigan bo'lsam, bu provide bo'lib qoladi. Ya'ni mana shuni ichida, mana shu Go faylini faqat ichida ishlash uchun ishlatiladigan bo'lib qoladi. Katta harfda hop structimizga biz bu yerda endi name ga city names ni beraveryapmiz. Ya'ni bu yerda biz terminal orqali kiritgan shaharlarni yig'ib oldik.
o'sha yig'ilgan shaharlarda biz bu yoqqa beraveramiz. Endi nima qilamiz? Biz hal bermadik. Biz qayerga nima ketishini hal qilib oldik. Endi mana shuni cityni ichidagi find location funksiyamiz bor. Find location funksiyamiz nima qiladi? Bu argument sifatida cities, ya'ni mana shu bizda o'sha shaharlar yig'ildi. Shaharlarda bir umumiy standartga, ya'ni city structiga olib kelib oldik. Ya'ni qanday turda bo'lishi, qanaqa ketma-ketlik belgilangan holda uni qiymatini joylashtirib oldik va bu successfully bo'lgandan keyin, ya'ni muvaffaqiyatli amalga oshgandan keyin uni argument sifatida find city location funksiyasiga beraveramiz. Bu yoqqa cities kelyapti. Xo'p, endi asosiy ishimiz mana shu yerda boshlanadi bizim. Dastavval bu channellarga e'tibor bermay turamiz. Dastavval o'zi nima bo'lishi kerak? Bizga masalan 3 ta shahar kelyapti. 3 ta shaharni biz lane va o'sha koordinata longitude olib turib uni terib olishimiz kerak. Ya'ni Toshkentning koordinata va boshqalarini display name'larini olishimiz kerak. Buning uchun men GeoCode Maps API dan foydalandim. Bu yerga o'sha query sifatida, query param sifatida cityni nomini beradigan bo'lsak va o'zini account orqali ochilganda o'zi provide APK unique code APK beradi. API key beradi. O'sha orqali bizga u response qaytaradi. Masalan, shuni o'zini hozir ko'radigan bo'lsak,